Yoz kelishi bilan odam bo'yingiz ham kelmaydi deb nafaqat sizlar aytasizlar, balki Gollivud yulduzi Zendaya o'zini vizajistlariga ham xuddi shunaqa gap aytadi. Shuning uchun men ham Zendayani no makeup summer lookini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Clarence'dan Glow primeri olib, yuzimni maksimalni yaltirlatib olaman. O'sha baza yuzdagi hamma muammolarni yopishga yordam beradi. Yuz tonini maksimalni naturalni qilishimiz kerak. Bu uchun sizlardan yuz uchun tint ishlataman. Tintdagi yengilligini qaranglar. 1 2 muammolarni yopish uchun ko'zimdagi konsiler surib olaman. Ko'rinishimiz yozga mos bo'lishi uchun Giorgio Armani'dan highlighter bor rumenani surib olaman. Formulasi xuddi suvga o'xshaydi. Juda yengil. Bo'yanish yoqtirmaydiganlar uchun bu rumani ayni muddao. Diego Dalla Palma'dan yagodni pomadani surib olaman. Ozgina yuzimga ham qo'shmoqchiman. Yuzda turishini ko'ryapsizlarmi? Burnimni ustiga ham ozgina zagar effektini berish uchun surib oldim. Labimizdan maksimalni естественно chiqishi kerak. Nina Park texnikasida labimni bo'yab olaman. Ko'zimni tagiga pudra surib olaman. Brinni curler qilib olib, liniyasini qora gelli qalam bilan bo'yaman. O'zimga jigarrang tushni juda ham oz miqdorda surib oldim. Endi bo'lsa dekolte zonani Callestar tana uchun highlighter bilan оформить qilib olaman. Dem chiroyli bogati shlifi bor Narciso Rodriguez'dan Olive Me parfyumini sevib olaman. Bunaqa makiyaj bilan men endi yulduz bo'lishga tayyorman. Makiyaj oddiy bo'lishiga qaramasdan juda ham bogati ko'rinishga ega bo'ldi. Video davomida ko'rsatgan barcha mahsulotlarimni Litoaldan sotib olganman. Magazinida va saytida 50% gacha chegirmalar 31 avgustgacha davom etadi. O'z yoqtirgan mahsulotlaringizni yaxshi narxda sotib olishga ulgurib qolinglar va albatta bu makiyajni takrorlab ko'rish esingizdan chiqmasin.